Assalomu alaykum hammaga. Kelinglar, bugun mana shu ekranda turgan 6 xil qosh shaklini o'zimda bo'yab ko'rsataman. Oson usulda. Xo'sh, birinchi qosh shaklimiz avvalgi yuzlar uchun tushadigan qosh. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, ozgina kerilgan. O'shani hozir birgalikda chizib ko'ramiz. Kerilgan qoshni qanday chiqaramiz? Hozir meniki ozgina bor, mana tepada qara joyi. O'shaning uchun bunaqa qilib olib qiladigan uchun ko'pchilik qiynaladi bu narsada. O'shaning uchun o'rtani belgilab olamiz. O'sha o'rtaga chiziqda to'g'rilaymiz. Birinchi qoshimizni qirrasi joyidan o'rtaga olib kelamiz. Endi pasayib. Endi bu yog'i o'sha o'rtasidan kesib o'tish kerak boyagi joyda. O'rtasi bir xil. Xuddi o'sha chiziqni endi mana shunga o'xshagan kraskada bo'yab olamiz. Mana shu o'tga. Shunaqa bo'lishi kerak. Hozir men faqat ramkasini chiqaraman, to'g'risi videoga hammasini sig'dira olmayman. Ramkasini chiqarib ko'rsataman. Ichini o'zlaringiz to'ldirib bemalol bo'yab olasizlar. Bu qoshimiz ozgina kerilgan qosh. Xalq tilida aytganda ushqoq qosh. Ushqoqlarga o'xshatib qo'yibsiz, deyishadi o'shanaqa. Ozgina qirrali. O'sha egilgan. Har doim mana gelda olayotgan vaqtingiz olgan joyingizni ozgina mana uchiga ishlatib oling. Bo'lmasam oldiga birdaniga qalin narsa surkarib ketadi, o'chirib yurasiz keyin. Ikkinchisini bo'yab oldik. Endi ikkinchisini bo'yaymiz. Hamma o'zini yuzini shakli qanaqa bo'lishini bilsa kerak, o'shanga qarab mana shu qosh formalari bilan bo'yab olishimiz mumkin. Mana birinchi qosh shaklimiz. Avval yuzli ayol opa-singillarimiz uchun kerilgan qosh. Bunaqa qilib turadi. O'shanaqa qosh. Endi ikkinchisini bo'yaymiz. Ikkinchisi dumaloq yuzli ayollarimiz uchun tushadigan qosh shakli ekan. Ko'rishingiz mumkin, ozgina oysimonroq, mana shunga o'xshab ketadi, lekin uni ko'proq mana bu joyiga urg'u berilgan. Mana shu joyga ko'proq urg'u berilgan va dum qismi ozroq kesilgan va mana bu joyga ko'proq urg'u berilgan. Uni ham birgalikda bo'yaymiz. Shu qoshimiz ustidan bo'yab ko'rsataman. Hozir bu qoshimizda bizga mana bu joy kerak emas. Buni o'chiramiz. Ko'proq dumaloq qosh deyiladi. Turib o'chiramiz. Endi o'rta qismini to'ldiramiz. Mana bu joyi. Mana ikkinchi qoshimiz. Uchinchi qoshimiz bundan boshqacha. Bu uzun yuzli qizlarimiz uchun. Hozir buni o'chirib, bu ozgina karega yotadigan qosh, kares qosh deymiz-ku, tekstura. O'shani chizamiz hozir. Uchinchi qoshimiz uchun shakl chiqarib olamiz. Ipdan. Bizga mana bu qoshimda qirra joyi kerak emas endi bu qoshda. Qoshimni ko'rgan bo'lsangiz, mana ozgina egilganroq, mana qirra joyi bor menda. Endi bundan ozgina tekstura qo'shib chiqaramiz. Qirra joyi kerak emas endi menga. Bu qoshimiz uchun. Pastidan ozgina ichkariga kirgizamiz, bu yoq tekis ketadi. O'zini. Chizig'imiz shakli ketib qolmasin, birinchi navbatda ipni chizig'ini bo'yab olamiz. Ichkarisini ko'tarmaymiz, mana boya ichkariga ko'targanda endi teksroq chizamiz. Men mana shu yetimda chandig'im bor, har doim qosh bo'yaganimda menga xalaqit qiladi. Yoshligimizda qo'shnimiz qoshimga qaratib tosh otgan. Menga esdalik bo'lib qolgan bu narsa. Qirra joyini bo'yamaymiz. Agar sho'kkada ham bo'yashga qiynaladigan bo'lsangiz, o'sha boya ipda bosib olgan joyimda ipni mana shu bo'ya bilan bo'yab olingda, o'sha iz chiqarib oling. O'shanda osonroq bo'ladi. Kommentariyada o'qiyapman, ko'pchilik mana shunaqa qilib, ipni o'zini ham bo'yab olib, shakl chiqarib, ichini to'ldirayotgan ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana qoshim tepasida ko'proq bunga nisbatan. Hammada qosh ikki xilligi bor. Endi ichini to'ldiramiz. Mana ikkinchi qoshimiz ham tayyor, ko'rishingiz mumkin. Bu ozgina koreysga qosh. Koreysga qosh juda mana joyi bo'lmaydi, to'g'risi, uni ham bo'yab ko'rsataman. Uchinchi uzun yuzli qizlarimiz uchun, uzunchoq yuzli qizlarimiz uchun tushadigan qosh shakli. Endi to'rtinchisini ko'rib chiqamiz.
To'rtinchi qo'sh shaklimiz, to'rtinchi qatordagi yuzimiz asosan to'rtburchak. Eng oxirgi yuz shaklimiz uchburchak yuzimiz uchburchak shaklli yuzimiz. Unga ingichka kerilgan qosh yarashar ekan. Qani o'sha qoshni bo'yab ko'ramiz. Ingichka qosh bo'yashdan oldin qoshingizni yaxshilab e'tibor bering. Fiksatorda yopishga qulay joy bo'lishi kerak. Agar pastroqdan bo'yab qo'ysangiz, tepada qoshingiz qolib ketadigan bo'lsa yoki tepadan bo'yab pastidan ancha qosh qolib ketadigan bo'lsa, fiksatorda bo'yaganingizda juda ham xunuk bo'lib qoladi. O'shani hisobga olgan holda o'rtada bo'yashga harakat qiling. Kimni yuzi qanaqa shaklda? Qaysi qosh sizga ko'proq tushayotgan kommentariyga yozib keting. Mana shu 6 xil qosh uslubini qaysi biri sizga to'g'ri tushadi?